Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. Max Tuning'dagi yana bitta eksklyuzivniy proyektimiz tayyor Cobalt avtomobilida. Qilingan ishlarni inshaalloh narxiga ham to'xtalib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'raverasizlar. Birinchi navbatda mana faralariga bilet o'rnatib berganmiz. Faralarning ichini ham qoraytirib berganmiz. Biletni ham haqiqiy original mo'shnisini o'rnatib qo'yganmiz. Farani qaranglar, qanaqa idealni chiqdi. Midnight farasidan qolishmayapti. Undan anchagina zo'r yetiniq chiqqan. Xo'p, qilingan ishlar, keyingi ishlari krugovoy tonirovka qilib berganmiz. Salon qismi umuman o'zga dunyo. Malibu tablo, Malibu 2 original rul, Malibu 2 bar, полный Malibu komplekt bo'lib ketgan, TS monitor, zadniy kameralar. Bu avtomobilning saloni полный shumoizolyatsiya qilingan. Nafaqat saloni, kapot, krilo, bagajlari hamma joyi ham shumoizolyatsiya qilingan, premium klassda bo'lgan shumkalari ham. Mo'shni. Xo'p, undan keyingi qilingan ishlar eshigidagi 4 ta obshkasidagi material частini koja qilib berganmiz. Perforatsiya bu yog'iga обычный kojadan aralashtirib qilib berganmiz. Xo'p, tarp etgan tepa qismini koja qilib berganmiz. Ikkita tepa chasti kojinli bo'lgan, bir xil. Undan keyin полный salon matviy akoprint bo'lgan, ko'rasizlar, kuydirilgan daraxtlar, chetlari qoraytirilgan. Orqa eshiklarini ham ko'rsatamiz. Orqa eshigidagi obshkalari ham mana shunaqa idealniy holatda turibdi. Полный koja, aquaprint. Hop, chexollar almashadi, ahamiyat bermaysizlar. Hop, chexol olib kelyaptilar akamlar. Chexollarni taqib, salonni yana bitta asfalt qilib yuboramiz. Hop, yana bitta qiziq tomoni, полный salon qizil rangda podsvetka bo'lgan. Даже Malibu tablolarni ham qizil qilib berganmiz ichki ko'rinishlarini. Yana nima funksiyalar yoqilganini ham ko'rsatamiz. Obshka koja, tarpetka koja, aquaprint, podsvetka, полный shumka, Malibu 2 bar. Malibu 2 barimizdan ham idealni o'sha sifati zo'ridan o'rnatib berganmiz. Беспроводный zaryadka ruchnoy tormoz bo'ladi. Parandalar begush va bitta parandani biz tavsiya berdik, oq qilib, qizili yuradi, bari qizili bor mana. Ko'rasizlar, yonishi zo'r. Qolgan hamma podsvetkalari qizil rangda qilingan. Mana bari 3 talik knopkalari, pechkalari, monitor, sentr zamok, tablo, oyna включателlar, fara regular, hammasi qizil rangda bo'lgan. Endi videoda qanchalik to'liq to'g'ri ko'rsatib beryapti bilmadim, lekin turishi vashi idealni chiqqan. Xo'p, Malibu tabloga to'xtalib o'tamiz. Malibu tabloda qo'shimcha funksiyalari. Bu o'zi aslida Equinox tablosi, Equinox avtomobildan yechilgan tablo. Xo'p, qaranglar, mana shu glavniy ekranida 19:36 soat ko'rsatyapti. Tezligimizni, zapravkaga qancha yurishimizni va probeg, общий probeg avtomobili 46.000 probeg ko'rsatyapti. Parkovkada turganini ham ko'rsatib beryapti. Keyin ruldan boshqarsa bo'ladi. Mana shu 5 ta knopkasidan. Qaranglar, o'ng tomonga o'tkazamiz. Bu informatsion displeyi hisoblanadi. Xo'p, probeg A, probeg B bor, ikkita. Zapravkaga kirgan 0 qilmoqchi bo'lsangiz yoki qaysi rastini o'lchamoqchi bo'lsangiz, buni ishlataverasizlar. Undan keyin akkumulyatori volti 14.1 volt beryapti, tok naprejeniyasi. Temperatura охлаждающий жидкость. Mana shu suvning temperaturasi eng kerakligi mana shu Cobalt haydaydigan aka-ukalarimizga 91 gradus. 100 ga bordi degani qaynadi degani, suvi qizib ketdi degani. Xo'p, 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqishini ham o'lchaydi. Nafaqat 0 dan 100 gacha bir настройка qilib turib, xo'p mana boshlang'ich tezlik necha, tugash nechalarni ham o'lchaydi. Masalan, 60 dan 100 gacha necha sekundda chiqishini ham o'lchasanglar bo'ladi. 0 dan 20 gacha ham o'lchasanglar bo'ladi. Farqi o'lchab beradi. To'ch o'lchaydi. Motorimizdan necha soat ishlagan? 1642 soat ishlagan. Bu korobkani moyining temperaturasi 86 gradus. Qizib turibdi mashinamiz. Qaranglar, настройкаdan yana bir qancha funksiyalarni yoqsa bo'ladi. Mana bu yerda galочка qo'yilmaganlari bu informatsion ekranda o'chirilgan funksiyalar. Ko'rasizlar, ancha-muncha funksiyasini o'chirib qo'yganmiz. Yoqib o'zlari uchun kerak ishlatsa ham bo'ladi. Endi mana bu yerda turganda eng keraklilarini yoqib qo'yganmiz. Xo'p, полный hamma indikatorlari mana поворотникlargacha qizil rangda bo'lgan. Mana taxometrlari aldamasdan точно ko'rsatadi. Xo'p, rul original, qaranglar, rulga avarinkalar ulab qo'yganmiz. Bu signal bo'lgan. Bu orqa lepistoklari bu yog'i magnitofon, gромкость ko'tarib tushiradi, bu yog'i shularni o'tkazadi. Cruise control ishlaydi, mana tabloda yonda. Xo'p, signal, avarinka, signal ishlaydi. Bu telefonni ko'taradi, qo'yadi, bezuk qiladi, balandpas, orqa oldi, bu orqa lepistoklarida. Xuddi Malibuda qanaqa ishlasa, xuddi shunaqa ishlaydi, faqat mana shu ikkita knopkaga signal bilan anoni ulab berganmiz. Avarinkani kerakli funksiya deb hisobladik shuni. Tablo, rul, salon освещение, obshka, shumka, TS monitor, zadniy kameralari bilan qaranglar. Mana TS haqiqiy original kamerasi bor-ku, o'shaning bilan o'rnatilgan. Taniq.
Xullas, bu ham tayyor. Barra etib o'tdik. Polni komplekt o'rnatib berganmiz. Yana bir qancha qo'shimcha ishlar bor deylik. Test va video registratori, radarlarni hozir xotirmay turibmiz. Xizmatli qiziq bo'lsa, maksimum murojaat qilasiz. Umumiy hisobda $2000 nari beri pul sarflandi bu avtomobilimizga. Qaranglar. Malibu'ni start stoplarini ham o'rnatib qo'yganmiz. И o'zini shtatniy pultidan avtozapusк, oyna ko'targan hammasi bor.